Spark mashinamizda sistemalari balchi bo'lib ketganida, balchoda nima bor, nima yo'qligi ko'rinmas edi. Hozir ishlarimiz polностью tugatildi. Mana balchoning ahvoli oxirgi. Polностью nima bo'lsa, yengilroq qilamiz. Ko'pchilik narxini qiziqadi. Balcho oqartirish, sistemani yuvish, kimikatlarni, pechkani yuvish, radiatorlar hammasi qo'llanadi. Hisob bergandan keyin bunaqa adinolant solamiz mana. Adinolant press germanskiy narsa 1 ga 1 suv qo'ysa -35 gradus bo'ladi. Ko'pchilik narxini mana buni yuvadigan kimikatimizni balchoni yechib olib yuvamiz, потому что kimikat ichiga sidablanadi. O'shaning uchun yechib olamiz. Mamyo sistemani yuvadigan kimikatimiz antipisdan tayyorlanadi. Antipisdan tayyorlab yuvgan uchun bezarar bo'ladi. Ko'pchilik zarar emas deb so'raydi. O'shani aytamiz. Polni sistema, kimikat, balchot, adinol antipislar shart o'xshay 400 ming so'm bo'ladi. Nima yo'l uchun e'tibor qilamiz. Bular bilan bilmas. Okamlar keldi. Mana okamlar o'zingizni bildiring. Qanaqa ahvol edi? Mana YouTube'da keldi, o'zimizga ko'p chiqmay ideal qilib. O'sha Instagramda ko'rganingizdami? Instagramdan akkauntim o'zim, 20 kilometr TT'da aşağı keldim. Balcho berdilar. Balcho ko'rib olasiz. Maslahat beramiz, kelinglar. Maslahat bo'lsa, ishlarni shog'il qilib beramiz. Kanalimizni kuzatishni unutmang.